Bugun mavzuda sizlar bilan oshqozon tizimini qizilonga kasalligida ko'p uchraydigan holati bilan gaplashib o'tamiz. Ya'ni aholi orasida jonli qaynashi, zarda bo'lish holatlari ko'p uchraydi. Bu kasallik gastroezofagal reflux kasalligi hisoblanadi. Endi bu kasallikning kelib chiqishida ko'proq 12 barmoqli hamda oshqozonda ishlab chiqarilgan kislotali muhit hosil bo'lgan mahsulotlarda qizilonga qaytishi. Qizilonga ishqoriy muhit bo'lganligi uchun bu oshqozon hamda 12 barmoqli ichida qaytgan mahsulotlar qizilonga shikastlar, yara, eroziya, rupali, barret kasalligigacha olib kelishi mumkin. Og'ir holatlarda rak kasalligiga olib kelishi mumkin. Endi bu gastroezofagal reflux kasalligi qanaqa? Bu gastroezofagal reflux kasalligi bemorlarda jig'ildon qaynashi bilan, zarda bo'lishi bilan, yutunganda ovqatni yaxshi yutolmaslik hissi ba'zi bemorlarda yutunganda og'riq bo'lishi bilan, to'sh oldida kuyish hissi, achish hissi, kekirish, zarda bo'lish hamda yurakka xos klinik belgilar bilan yuzaga kelish bilan namoyon bo'ladigan holatga bu gastroezofagal kasallik deyiladi. Endi bu to'g'risida YouTube kanalimizda to'liq ma'lumotlar berdik. Kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablari, davolashi, klinik belgilari, qanaqa holatlar bo'lishi to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'tdik.